Assalomu alaykum qadrli do'stlar. O'zbekistonda yana bir yangi ixtiro. Atravon pechka, bu ixtiromiz nomi. Endi bu pechkamizni ixtiro qilishga qildik-ku, qanday nom berishga ham o'ylanib qoldik mana. Shuning uchun kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Shu pechkamizga qanday nom bersak bo'ladi? Mana ko'rib turganlaringda hammasi oddiy. Kimda kim ko'rib mana shuni yasab olsa ham bo'laveradi. Yasash qo'ldan kelmaydiganlar bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Mana shu pechkamiz sotiladi. Hozircha bir dona. Xudo xolasa endi talabga qarab yasashni boshlaymiz. Bu pechkamiz narxi bor yo'g'i 900 ming so'm. Hozir buni yonish jarayonlarini ko'rsatamiz. Endi atrobotga pechkamiz yoqish jarayonlariga yetib keldik. Mana motorlar ulangan, hamma yoq tayyor turibdi. Endi yoqishdan oldin mana shu benzin bilan atrobotkani 50 aralashtirib, bir yarim piyolacha где-то 100 gram quyib yoqib olamiz. Hozir mana atrobotka garelkamizni yoqib oldik. Bu mana shu holatda 1 minut qizib olish kerak. Mana shu dumolog'i qizib olgandan keyin mana shu joydan kranikni ochamiz, atrobotkani tushib yonaveradi. Mana buni ham spesialni o'sha tutuni qaytmaslik uchun qilib qo'ydik maxsus. Va mana bu piyolachasi atrobotka ko'payib ketsa ichidan mana shu joydan o'tib turib tagida teshigi bor, tomchilashni boshlaydi. Mana shundan keyin bu kranikdan pasaytirib qo'ysa bo'laveradi. Sezib qolish maqsadida ataylabda shuni teshib qo'yilgan. Agar buni teshmaganimizda motorchiga o'tib ketib qolish xavfi bor. Keyin motor qorayib rasvo bo'ladi. Mana do'stlar, hozir ozgina qizib olgandan keyin motorni shunday qo'shamiz. Mana blok pitaniyasi. Mana gaz go'shib yonadi xudo xolasa. Hozir yongandan keyin mana shuni ko'tarib turib ichiga tiqib qo'yamiz, ana chaqanoqni turbasini ichiga. Chaqanoqda tagiga kiradi va natijasini ham hozir ko'rsatamiz. Mana qadrli do'stlar, natija вообще bomba. Biz o'ylagandan ham a'lo. Endi uni ushab ko'ramiz mana. Asosan mana shu turba mana shu joygacha juda ham issiq bo'ladi va bu yurgan sari sekin sovuqlashib, hozir mana shu joyga mana o'sha bo'laveradigan. Aziz do'stlar, bu o'sha pitsa fabrikalarga yoki parniklarga hamma joyga ishlasa bo'laveradi, uyga. Ya'ni ko'pchilikdan savol bo'lishi mumkin, bu tez tugab ketadi, kuyib ketadi turba deb. Mana bu samarangizni qatirib qo'yganmiz. Mana shu samarangizni bo'shatgandan keyin bu chiqadi turba. Har eski bo'lganda almashtirib qo'ysa bo'ladi mana. Mana uni narigi tomondan qatirilgan. Xudo xolasa natijalar zo'r. Hech qanaqa bir hid-pidi chiqmaydi. Mana ko'rib turibsizlar. Qozimboy, buni olgin endi. Sekin ko'targan qo'lingda. Maydan shu suv olgan. Olaylikchi. Yonish qaranglar. Tabiiy gaz ham bunchalik yonmaydi. Xullas shunaqa ixtirolar. Ixtironi faqat Xitoylar emas, o'zbeklar ham qiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.